Lo sen tağanın dostları ekan bular. Ma Qanibek dostun uyi ekan maşallah. Mana shu do'st ekan. Mana uydan buyog'i уже jo'nabdir. Bu yoqdancha duol bu yoqqa ketib jo'nabdir. O'sha eski sayz malda qurilgan uy ekan. Assalomu alaykum. Tashdamir yaxshisan? Mana traktorga tayyor bo'ldi. Ustida yog'ochlarni polni oldik. Bu yog'ini oldik, tayyor qilib qo'ydik. Mana olda ketadi dedi kecha O'ktam aka. Onu ham traktor bilan buzib tashladi. Ondan sürüp tayyor bo'ldi. Mana sementni oyoqqa chekiga olib qo'yib, mana shu yerdan surib ketaverasizlar dedi. O traktorda sen aytasizmi O'ktam aka aytadi? Manalar ham 6 işlerle dedi, al buzub tayyorlab qo'yibdi. Yani traktor meni tegizib ishlaydi. Mayt keçeysi nosqayla ishladi, manalar polni. Shu tozalab. Assalomu alaykum. Tashdamir yaxshisan? Mayt tegizib o'tadi. Yurigana KAMAZ men traktorda naq beremde olib kelgandim dedi. Har bir reisi yükloshi 1000 so'm, tashi 1,5 ming 2,5 mingdan bo'ladi. Hozir 17 reis bo'ldi. Daha bir 5-6 reis bo'lib ketdi. Sonra aytib qo'ychi, onlarga naq berem deb qo'ygan dedi. Ona begona KAMAZ nurik ketdi bir reis. Eme, olib ketdi. O Assalomu alaykum dostlar. Yaxshi olsunlar. Mana ustalar boshlashib turman paydovalni tizib. Kengaytib olib, tegizlab yaxshi qilib qo'yibdi.